Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlar bilan doimgidek yana Akmal Jumayev efirda. Mana shu Xudo xolasa sizlarda miyalaringizga singib ketguncha onlayn biznes haqida tushunchalar berib boraman. Sababi nimagaki, odam bilan bog'liq bo'lgan ishdagi uchun fuqarolarimizga aytib, batafsil, cho'qqur tushuntirishga harakat qilaman. Baraka topkirlar. Men sizlardan qarz so'ramayapman yo kechib yorishga, ehson uchun pul beringlar demayapman. Odamga bog'liq ish bo'lgani uchun fuqarolarimizga tavsiya qilyapman. Shu Bifri kompaniyamiz 2018-yilda Anna Mixeyeva tomonidan o'ylab topilgan ish, biznes loyiha tayyorlab Amerikaga bergan, Amerika o'rganib chiqib sertifikat bergan. Ish faoliyatini Anna Mixeyeva 2018-yilda boshlagan. Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahriga yashaydi. Matematika domirlorligidan pensiyaga chiqqan. Mana shu fuqarolarimizga juda qo'l keladi. 2.400.000 bilan qo'shilasiz. Mana shu yaqin oylardan beri ahamiyat beramiz. Mana shu hamkor topish majburiyatini ham olib tayladi. Ko'plab fuqarolar telefon qildi. Hamkor topolmaymiz, shu hamkor topish muammo bo'ladi. Mayli siz hamkor topmang, men topaman, Komil Rajabov topadi, Mama Yusuf Abdujabborov topadi, G'anijon Akiyev topadi, Zamira Habibullayeva topadi yoki Jamshid To'raboyev topadi. Men Akmal Jumayev Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida yashayman. Kimga qiziq bo'lsa, siz dunyoni qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqiga egasiz. Telefon raqamimni aytib o'taman. 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qo'shilib yaxshi daromadlar topish huquqiga ega. Telefon raqamim +99 899 775 1181 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hech qanday qo'rqishga hojat yo'q. 100dan 200% pulingizga kuyish holati mutlaqo yo'q. Masofadan boshqarilasiz. Amerika, Kanada, Rossiya, Yevropa, O'rta Osiyo, dunyoning qaysi nuqtasiga musofirda ishlab yurganingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqiga egasiz. Kimga qiziq bo'lsa, WhatsApp, Telegram, Imo kanallar ishlab turibdi. Ovozli xabar qoldirsangiz, batafsil tushunchalarni berib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, xohlovchilar bo'lsa, mana yuzlab odamlar telefon qildi, bir marta tushuncha berdim. Xohlagan odam qo'shilsin, xohlamagani qo'shilmasin. Men bir marta kerakli tushunchalarni beraman. Chunki nimaga men yolg'on gapirayotganim yo'q. Ertaga telefon qilib, "Opajon qo'shiling yaxshi bo'ladi, unday bunday" yoki "Aka undoq bo'ladi, aka undoq yorasiz, yirtasiz, yoq bo'ladi." Villa, takoy mashinalar, mana Dubaydan uylar, Turkiyadan ana villa hashamatli deb yolg'on gapirayotganim yo'q. Xudo xolasa asta sekinlik bilan o'shanday daromadlar ham topasiz. $150 boshlanadi daromad olib, $30.000 borib to'xtaydi. Odam tezroq kirsa, 2 yilda to'lishida $30.000 daromadga chiqasiz, olasiz ham. Mana shu Turkmaniston fuqarolari davlat ishida ishlamasa, pensiya, pasobiya olmasa, plastik ochirish, pul obnalishga qilishni o'zi bir muammo ekan. Shunday bo'lsa ham ko'rib, kuzatib, tekshirib mana shu Bifri kompaniyamizga qo'shilyapti. 58 ta davlatdan O'zbekiston 3-o'rinda turibdi. Hozirgi kunga kelib ishlab pul topayotgan odamlar soni 800.000 dan oshdi. Hech qanday yolg'oni yo'q. O'zim mana shu Kenagaslar avlodini davomchisi machaylardan bo'laman. Hech qanday yolg'oni yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil tushuntirib o'taman. Undan keyin xohlasangiz qo'shiling, xohlamasangiz qo'shilmang. Mana shu Muzrabot tumanida ham hammaga ham ish topilmaganligi uchun kun sayon taraqqiyot, texnika, sivilizatsiya, internet tizimlari rivojlanayotgani uchun ko'pchilik bilan bog'liq ish bo'lgani uchun mana shu chorniy kassadan odamdan odamga o'tib yuruvchi onlayn biznes ishi. Siz o'ylamang, Akmal Jumayev hech qachon sizni aldamaydi. Alloh nomiga qasamki, yolg'oni yo'q.
kerakli tushunchalarni berib boramiz. Xohish yana ham o'zingizda. O'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitadi degan shunchaki o'tirib umringizni o'tkazib yormasdan, mana menda agar hech qanday tushuncha, bir aqlan zaif, hech qanday tushuncha ega bo'lmagan inson bo'lganimda, mana menga o'xshab birovni chiqargan videolarini ko'rib, boshqa qilganimda men bemalol qo'shilgan bo'lardimki, nimagaki mustaqil O'zbekistonimizda birovni haqqini yeb ketish oson emas. Davlat bor, davlatda qonunchilik bor, konstitutsiyada ko'rsatilgan moddalar bor. Shuning uchun o'ylamang, Akmal Jumayev hech qachon sizni pulingizni yeb ketmaydi. Sizni boyitishga va yaxshi yashashga harakat qilyapti xolos. Xohish o'zingizda, Akmal Jumayev xizmatingizda. Kimga qiziq bo'lsa, uyimda o'tirib yaxshi daromad topaman deyotgan fuqarolar bo'lsa, bir oz-moz vaqt o'tadiki, musofirda ishlab kelgandan ham uyingizda o'tirib, oilangiz bag'rida yaxshi daromad topasiz, Xudo xolasa. Akmal Jumayev xizmatingizda. Telefon raqamini yana bir marta aytib o'taman. +99 899 775 1181 telefon raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, yaxshi puldan qolib ketmasliklaringni yana bir bor tavsiya qilib